Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tozalikni sevadiganlar uchun haqiqiy yordamchi bo'lgan Beston VCB 7015 ProWash changyutgichini ko'rib chiqamiz. Ushbu modelimiz to'rttasi birda quruq va nam tozalash, gilam va yumshoq mebellarni yengil yuvish hamda havoni purkash funksiyasiga ega. Keling unda changyutgichimizni asosiy qismlarini ko'rib chiqamiz. Asosiy korpus va mustahkam g'ildiraklar, mustahkam metal truba va egiluvchan shlang, pol va gilam uchun standart cho'tka, suv so'rish uchun maxsus nasatka, divan, yumshoq mebellar va burchaklar uchun qo'shimcha 3 ta nasatka va suv bilan tozaladigan nasatkalardan iborat. Keling unda birinchi bo'lib quruq tozalashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun oddiy suvni ushbu idishning belgilangan qismigacha to'ldiramiz. Suvni idishga solishdan maqsad yig'ilgan changni suv o'ziga tortib oladi. Keyin shlanglarni bir-biriga ulaymiz. Agar xohlasangiz qo'shimcha sifatida komplektdan qop idishi ham chiqadi. Endi changyutgichimizning suv orqali tozalashini ko'rib chiqamiz. Buning uchun suv idishini to'ldirib olamiz va mana bu tugmani bosamiz. Suv shlangini esa kerakli joyga ulaymiz. Ushbu cho'tka orqali gilamdagi dog'larni suv sepib tozalashingiz mumkin. Bunisi esa polda to'kilgan suvni so'rib oladi va oshxonada yoki vannada juda qo'l keladi. Ushbu changyutgichimizning havoni puflash funksiyasi ham bor. Buning uchun shlang joyini o'zgartiramiz. Ushbu funksiya bilan kompyuter klaviaturasini tozalash yoki hovlidagi xazonlarni bir joyga to'plash mumkin. Muhim eslatma, yig'ilgan suv maks chizig'iga yetganda uni to'kib tashlashni unutmang. Agar maks chizig'idan o'tib ketsa, motorga zarar yetkazishi mumkin. Agarda siz ham uyingiz uchun universal yordamchi qidirayotgan bo'lsangiz, ushbu model aynan siz uchun. Beston, oilangiz eng yaxshisiga munosib.